sizga so'ylagan roviylar rivoyatin, fikr etib shunda uning anglarsiz kifoyatin. Bir muallim yashabdi, qaysi zamondir noma'lum, hasmi holi ne bilmam, bir kasbi kori ma'lum. Saboq berdi, dars berdi, donishmand dahoga, umri bitib nihoyat ketdi doril baqoga. Tumonand xalq, shogirdlar borar qabriston tomon. So'nggi yo'lga kuzatdi muallimni olomon. Yo'l yurdi u xo'p uzoq, ko'rinmasdi zohiri, sirot ko'prigi uzra keldi ustoz oxiri. Bilardi u shu yerda azmu ajal naqligin, gunohkorning ko'prikdan yiqilmog'i naqdigan. Ehtimol dars chog'lari namozni kanda qilgan, orttirib berolmagan zakot, fidya munosib, yashab o'tdi bir umr, haji umra benasib. Kimnidir koyigandir, ilm urfon bobida qancha gunohi borligin bilmasdi hisobida. Qiyomatda so'roqda bilmam qanday so'z olar, maktab ilmi deb ba'zan qazo bo'lgan ro'zalar. Og'ir o'yga cho'mdi, botdi g'amning roshiga, nahotki yetolmasa qil ko'prikning boshiga. Oldinda esa o'sha ikki dunyo aroq, qilichdan ham o'tkirroq, qildan ham ingichkaroq. Vahm soldi g'oyat, tubsiz jarlik haybati, yetib keldi nihoyat muallimning navbati. Ko'zlarini yumdi ustoz, fosi xayol surmay deb, qil ko'prik ostidagi jahannamni ko'rmay deb. To'zg'igan xayollarini yig'di bemajol xasta, qo'rquvdan chekib ozor, ko'zlarini ochdi asta. Bilmadi qancha vaqtin xayollarga yo'lg'abdi, ne ko'z bilan ko'rsaki, sirot yo'li tugabdi. Jannatning ostonasi ko'ringani haqiqat. Qil ko'prikda rosa yurdi 45 daqiqa. Nahot yetdim behishga, taqdirim qutlug' ekan, demak foniy dunyoda gunohlarim yo'q ekan. Shu vaqt arshi olovdan kimdir bir vahiy dedi. Ey muallim, aslida gunohlaring ko'p edi. Qil ko'prikdan o'tmoqqa senga tole yor ekan, ta'limingni olgan ko'p shogirdlaring bor ekan. Hayratdan qotdi ustoz. Tole kulganiga Allohga ming hamd aytdi muallim bo'lganiga. Qissadan hissa shuki, haq karami keng ekan, muallimning har darsi ibodatga teng ekan.